Assalomu alaykum, guruhimizda kanalimiz a'zolari. Bugungi kunimiz xayrli va barakatli bo'lsin. Hammamizga tinchlik, xotirjamlikda, tinchlik, totuvlikda ko'rish nasib qilsin. Yashashlik. Andijon jahon bozori, gul bozori davom ettiryapmiz. Defin bahi 250 ming sotdik. Kalateya Arnata. Bunisi 130 ming. Kalateya Leo. Bunisi 120 ming, 110 ming berdik. Azali 70 ming, 60 ming, üstelik nimalar. 45 ming. Zenziydi bolasi, mana shu zenziydi kichirog'i. Mana shular 50 ming so'm, kattasi 280 ming. Ko'raringlar. Postalar 70 ming so'm. Mana. Bu ham o'qitadilarmi? Ha, birinchi bo'lib o'ladiganlardan quyosh mashi. Quyoshda o'ladi. Shuning uchun salqinga qo'yiladi. Sikaslar 85 ming so'm. Molar 85 ming. Manolari 110 ming so'm. To'nga kattaroq. Haligi kattasidanmi? Yo'q, opa kattasi nima dedi? Mana hona kattasi. Yo'q, siz olgan gardin. Molar 75 ming so'm. O 145 ming so'm, barq kattaroq sortda. Qorasi haligi narigi 75 mingdan teng, mana holati yaxshi. Bunisi 75 ming. Mana olyapman. Davom ettiring. Mana zenzilardikimi? O'zingiz ham ko'rasiz endi. Orxideyalarimiz 100 ming so'm. Dekorativ nimalar? Ikkalasi ikki xil mana. Ular zo'r ekan. Ular zo'rda. 100 ming so'm. Agirotga kelyapti odamlar shuni. Agirotga anaqa bo'ladimi? Salqin bu. Ha, turib. Sifat gullarimiz mos qoldi. Rossiyadan bitta qoldi. Usmaniya. 40 ming so'm qo'ydik. Finbach 75 ming. Kamillalarimiz mana yangi keldi. Emas. Gullari bilan bular 250 ming, sarkatrog'i 350 mingdan. Lauralislarimiz ozgina qoldi. Shiradanlar oxirgilari qoldi. Qancha u? Bu 500 mingga berish bo'lsa kerak. Haligilar 650 ming, 600 ming, oxiri 500 sotishyapti. Mana g'unchalari bormi? Ha, g'unchasi bor. Kichirog'i bor. Endi parvarishchi Kisli torfga kelsa uni. Piskas monondan. Ha. Haligi nima u agrobalt oldim, to'g'ri kelmaydimi? Agrobalt qanaqasi bunaqa yashil? Kiloli agrobalt oldim mana shu. Qayerdan oldingiz? O yangi do'konlar. Ha, olsangiz bo'ladi, doktor. Yoshingga eksa bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Zenzilarimiz 50 mingdan tortib 300 minggacha bor. bilan bering, bo'p yuzib bo'lamiz-chi, monondan. Lola antirumlarimiz Sizga ham 120 ming. Qo'yaman. Archalarimiz 80 zenzilar aytdik. Sagivi palmalarimiz 120 ming so'm. To'ngay katta. Ko'rishlar mumkin. Qaysi? Yosh opa, suvni ko'proq bering, stressga nima tushmaydi opa. Mana yantarka yorami, yantarka. Yantarkanmi? Islata, yantarka islata. Opa, u gullar xo'p, mana. Kimdir so'raganda Medinilarimiz 140 ming so'm. Eshitmadim deganlar. Bir qator eshitib olaringlar. Stand-up-tus. Bunimiz 80 ming so'm. Mana kofeyimiz 130 ming. Ha, ko'raver mana. Mana tash bilan bir xil. Bunisi necha? 65 ming. Monovi 5 ming ikkita bo'ladimi? Qaysi? Motor fila. Yo'q, o'zi bundan balandroq olamiz haligi. Gullar necha bilan ekan? Qanchadik? Ha. Mana. Sansiylarimiz 85. Mononi boshqa gullarga solsam ham qanday o'zgarish bo'ladi? Ikkas so'pi solmaysiz. Kaktuslarimiz 80 ming so'm. Mana. Antirumlarimiz bular 100 ming so'mlik. Ko'rlar holatlari zo'r bo'linmagan. Pakovkada ozgina qoldi. Zamiyamiz
Zamiyani gullagani qanaqa bo'ladi deganlar mana. Ko'rib olishinglar mumkin. Gullagani shu. Bo'yib ko'rib olsanglar bo'ladi qancha bo'lyapti. 120 mingga beramiz. 75 ming. Hozir sansiyalarni uzunroqni ko'rsatib qo'yay sizlarga. Sansiyeramiz bo'ylari uzun. 1 metrning atrofida 130 ming so'm. Bozorda arzon qilishni boshlab ketdik. Ana posta 70 ming. Larolsda 15 ming so'm. Hop hop. Bitta gartenziyasini kimdir so'radi, katta kishilik qanaqa dedi. Bo'y balandligi 1 metr ekan. 1 metr atrofida 1.10 chiqar, balki 90 chiqar. Tuvagi bilan. Bular 1 million deyapti. Qora zamiyalarimiz 120 ming so'm. Ketdik. Bittilar narxini aytolmayman. Nimaga desanglar, kech kirib qoldi. Egalari ketib ham bo'ldi. Mana monsterlar, philodendron degan bir turi. Yaqinroqdan ko'rsatdik. Kimlarni ko'rganmi? Aylanib ketdik. Mana patsapkalar ham bor ekan. Patsapkalar. Ko'ryapsizlar, balandligi 1.30 chiqar. Bunisi 400 ming so'm ekan. 5 talik yog'och mebelli. Mana patsapka. Живой, tirik. Egasi ham tirik. 8 talik 400 ming so'm. Hormelar endi. Kech kirganda kelyapmiz. Hali bo'shamadim. Mana katta gul xolaganlar, ko'rib olmoqchi bo'lganlar bemalol kelaverasizlar. Kanalski palma ham bor, dollar gulni. Ko'rasizlar tuvagini. Antikvar tuvayda shuni aytadi. Chiqaydi yo'q. Buni bozorda sana topolmaysiz tuvayda. Endi bilgan bildi endi. Bu dollar gulingiz nechi pul? Bu 250 ming. 250 ming so'm. Bunisi 150 ming. Sal kichikroq. Bunisi nechi pul? 100 ming. 100 minglar kichik chiroyligi. Bu ham 100 ming. 100 ming so'm. Ko'rishinglar mumkin. Chiroyli. Benjaminlar kattalari ham bor. O tolgulni ham olib qo'yamiz, katta ekan. Bunchalayapti ekan. Shifrlar katta ekan, bu katta shifrlar nechi pul? Bittadan ko'tara olmasa kerak buni? Yo'q. Ko'tara olmaydi ekan. Nechi pul bu? 300 mingga beramiz. 300 ming so'mga berar ekan. Mana gitaram kattasi. Odam bo'yligi. Ko'rishinglar mumkin, katta. Nechi pul kattasi? 600 ming so'm. Nochi buket. Fix. Nechi pul bu? 350 ming so'm. Bemalol qo'ydim. O'qib bo'ldi. Tolgul olib qo'yadi. Ko'rmabman, keyin ko'rib qoldim. O'tma tolgullar malinivisi. Bu nechi pul bu? Ha, hojopa? Ha? 250 mingga sotdik. Jupi 250 ming sotilibdi. Oqi ham bor ekan. Hatta bunisi ham maliniv ekan. Ko'rishinglar mumkin gulini. Oladiganlar bemalol kelib olib ketishinglar mumkin. Buni dastlabki qilishim sal qiyinroq katta gullarda. O, mana to'xtang, olib turing, gapirib oling. Mana nechi pul bu tolgulingiz? Tolgul. 50 mingdan aylantiradi. Mana kattasi-ya? Ha. O, mana katta tolgul 50 ming so'm ekan. Mana ko'chatlaringiz-chi? 10 mingdan. 10 ming so'm. Temperaturiz? Ular 25-20 dan beryapmiz. Ular 50. Bu kattaroq qorasi 50 ekan. Bu sekasichi? Sekaslarimiz 150. 150 ming. Uni qoralar bor. 220. Sekasi chiroyli ekan. Kimdan oldingiz? Ketak. Toy. 150 ming so'm. Arzon ekan. Ham to'nga katta ekan. Sifati ham zo'r ekan. Qora soxtalari 160 atrofida ekan. Bu pul nechi pul opa? 200 dan qilib beramiz. 200 dan qilib beradi.
Yumshoqlik. Albatta, fikus buketlari bor ekan. Ustadanchi Bu ashi 1.70 chiqadi bo'yi, shoxilagan. 250 ming. 250 ming so'm. Yonidagi Moyashi nech pul deydi hozir? 50. 50 ming so'm torgut. 50 dan beramiz. 40 dan beradiganlarimiz ham bor. Sekin bo'ldi. Davom ettirib Aspizisrachi. Ularimiz 35. 35 Ma'lum, ming so'm. u barcha ko'rayotganlar bor. Yaxshi, chiroyligini olib qo'y. Barcha ko'rayotgani bor. Amazonga liliyami dodi yo'q deydi. Boshladi. Burası nech pul? O'syapti. 50. 50 ming so'm ekan. Ash pöküler menga bir kun berasizlar. Beraman. Gulay var. Sindi. Suv ichyapti qara. Ha, shu zo'rda. Haligi narsa bo'ldi. Mana u ham yangi. Monsters nech pul? Tamir opa. 120 ming. Ikkitalik, 2 bo'lib 2 vositalar bo'lar ekan. Kaktuslar. Mana. Oldidagi Bu ham bilbergi. senga hali kun aytgan gullar mashlar yangi kelibdi yana. Yemakchilik nech pul dedingiz? Mana 25 ming so'm edi. Hozir ham shunaqa. Atirgullar. Bunlar aka. Oshi eski narxlar 8. 8. Mana kech kirganda mana bak yumilib qoladi. Ha, uyatchan gullar. Katta uxlagani. Katta. Ko'ringlar-da, qilib qo'yamiz. Alloh qudrati ulug' karamki. Men ashlari bormadim. Mana liliyasi nech sotiziniki? Lilami? 50 ming. Men sotib yubordim. Yana qoldi. Va 25 ming. Mana 200 ligimi? Asha, ha, 250 ga beramiz. 150 ga berar ekan. Sardorbek, Qo'dg'iga tarsamayapsiz? Arsha chiroyli ekan. salom. Arsha to'sib oldi Sardorbek. Bo'ldi mana. Ochamiz. Archez nech pul? Archa 450 ming. 450 ming so'm bo'lgan balar ekan, chiroyli ekan. O'sishdi bor. Xitoydan kelganiga 1 oy oldi. Ana. Tirik qolgani. Tirik qo'ygan edi. O'syapti ona. Pak podimlar bor ekan. Kodimlar 35 mingdan. 35 ming so'm. Bu hali balki uzun bo'ladigan Ha, ekan. balki uzunidan. Chiroyli. Sal kaltarolar ham bor. Siz hozir nimani o kaktus olamiz. Bor atirgulimiz bor. Mana hidi bor ekan. Ha. Sarpa hidi bor ekan. Ho, nomeri ham ko'rinyapti. Mana 500 so'm. Bu chinigilar? O'g'limga pul qo'yib qo'yadi. 10 mingga olsa sotdi. Mana siz ham joyingiz olib qo'ying. Mana yangilik keldi. Qani yangiligingiz? Sanseveriyanmi? Sanseveriya Bizda bu nech pul bu Sanseveriyasiz? Sanseveriyalarni 180 ming. 180. Bizlarni Mana bolalari bor 35 ming ikkitalik. 35 ming ikkitalik ekan. Tayyor bo'lishib qo'yib. Bo'lib qo'yganmisizlar? Bo'ldik bittasini, hamma O'zi. so'rovurdi. Bozoringiz bersin. 100 mingdan. Qani paprtning? Paprtning qani? Asparagus. Asparagus nech pul? 100 mingdan. 100 ming so'm. Dollarlar nech pul edi? 300 ming so'm. 300 ming so'm. Kecha kuni Isroil hojiga xafa bo'layotgandi. Gullagani ham bor, qarang. Nimani? Sanseveriyani. Ha, u mana Uni gulini bilan oling. mana haligi ko'pchilik gullaydimi, qanaqa gullaydi deganlar uchun mana Sanseveriyani gullagani. Bu gullagandan keyin bu o'sib to'xtatib bolalar boradi. O'zi ham atrof to'la bola ekanda. Ana shunaqa bundan ham ko'payib ketadi bolasi. Benjaminning kattasi nech pul? 250 ming so'm. Mana. Sekin ketdik. Mana gartenziyangizni kichigina nech pul? 30 ming. Paprtnigisi 80 ming so'm. Kechikganda ham olamiz. Mana nech pul kratonis? 40 ming ekan. Ya bugun bozor, kechki bozor bo'lib qoldik. Endi ertaga Optum bozorimiz juma kunlikda. Mana olay.
balzamiylar donaga ham 10 ming so'm, optimga ham 10 ming so'm. Nimagaki optimga chiqishadi? Ha, Donorbek. Ha, aka. Mana necha pul edi? 20? Optimga 18 ga beryapti. 18 ming olib ketadi antiring. Atib gullar. Hop, mana gardi. Hop, salomat bo'ling. Hop, xudo xolasa. Hop. Hoji aka, mana necha pul edi? Hoji aka, mana necha pul edi? Bu 90 ming, 85 ming. 90 ming, 85 mingga berar ekan. Ikkinchi severlar bor. Yo'q, faqat 10 ming uchta. Kameralar. Kameradan oz qopti. Ha, kamera ham tugyapti oxirida. Biz sotib olamiz ekan sizlarki. Biz sotamiz ekan deyman. Necha pul gullaring? Ha? Ayt. 5 ming so'm, 15 ming so'm. 5 ming so'm, qaysi 15 ming? Mo'mi. Buni 5 ming deyapti, nima sen qimmat? 10 ming olasiz. Ko'tarib kelyapsan, tashlayapsan. Ha? O, geralarga chiroyli ekan. Necha pul bular? 20 ming. 20 ming ekan. Ana, o'ma ham chiroyli ekan. Bu ham qanaqami? 20 ming. Bugun nechchi? 30 ming. Mana xo'ya gullari bor ekan-ku. Necha pul? 15 ming so'm xo'ya guli. Kechirganda g'ayrat ketdi bizga. Kapsula 15 ming ekan. Molari 2 ming so'm. Yumilib olibman. Nimalar gullar? Chalar. Ana to'shakchalar keldi mana. Baxmal to'shaklar. Baxmal to'shaklar bor ekan. Hoji akalar sekin kirib ketibdi. Ijaz zo'r turibdi shep. Ey. Peyam. Papartinglar kattalanib kelib qo'yishlar va bo'ylari ham 1 metr o'tibmi? Olmaylar. Bizimsiz charchamayapsiz, kesimsiz. Bu kichiklar nechi pul? 30 ming. Kattasi-chi? 60 ming. O kattalar 60 mingmi? 60 ming so'm ekan. Bemalol yerga ko'rasizlar. Ko'rasizlar. Mana fuksiya bor ekan. O fuksiyalar nechi pul? 15 ming so'm. Mahroviylari 15 ming so'm. Svetlari bor. Orqaga qaytamiz desak. Gullarni 5 ming ketibdi. Bittadan shaqo. Nimakidan to'g'ri Tolguylar gullayapti ekan. Chanqa post tug'ar qo'yib ko'tarib suv tursa yangilikni ushlab qolibdi, lekin eski ekan. Hoji opa, adenim nechi pul edi? 100 ming so'm. Esimdan chiqib qolyapti, esda qolsin. 100 ming so'm. Adenim 100 ming. Mana ona Arab kare bor ekan, archa. Bu tuvagi bilan 40 sm, 35-40 chiqqan ekan. Bunisi 60 ming so'm. Kelishtirib berar ekan. Papartinglar. Egasi ketib bo'pti. Ertaga optim deb bizlarni sekin yig'ishtiramiz, qaytamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oxirigacha ko'rganlar uchun katta rahmat. Malacha nechi pul? Bashi? İyi anamızı. PUBG jondikimi? Oo, sariq qaranglar, chiroyli gullar. Mochi 100 ming ekan.